Assalomu alaykum. Ben Gulchehra Abduqayim Xo'ja. Muajiratda yashayotgan biz Uyg'ur ota-onalar uchun farzandimizni o'z milliy kimligimiz, diniy kimligimiz, Uyg'ur ruhi bilan tarbiyalashda o'xshamagan xiris va raqobatlarga duch kelamiz. Shunday emasmi? Ammo men avlodlarimni tarbiyalashda bir yordamchiga ega bo'ldim. Uning ismi Siyrat o'smirlar jurnali. Ishinamanki, Siyrat o'smirlar jurnali ota-onalarning yaxshi maslahatchisi, ona til o'qituvchilarining yordamchisi, suyimlik avlodlarimizning yaqin do'sti bo'la oladi. Siyrat o'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti chet ellardagi o'z kimligimizni saqlash uchun tirishayotgan har bir aylanning qo'llashidan ayrilanmaydi. Qani, undaqda Siyrat o'smirlar jurnali kirmagan birma oila qolmasin. Siyrat o'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling, mushtari teping, tavsiya qiling. Balalarning g'imi ota-ona bo'g'ichi bizlarningla g'imimiz emaskan. Siyrat o'smirlar jurnali bizga yordamchi bo'la oladi.